1939 yılı 12 ayının 27 günü Türkiye'de 8 bal yer tevrep 50 mingdan artık adam ölgenken. 1999 yılı Türkiye'de 7'de 4 bal yer tevrep 17 ming adam ölgenken. 2023 yılı 2 ayının 6 günü Türkiye'de 7'de 8 bal uda 2 qitim yer tevrep ölgen adamның sani hazır 8 mingga yetipti. Yana örleş mümkünken. Nima uchun Turkiyada bu darajada vahshiy yer tevraydi deganda hammamizga ma'lum bo'ladiki, 7 balga yetgan yer tevrashni ofat xarakterlik yer tevrash deb qaraydi ekanmiz. Turkiya davlatida normalda yiliga 20 ming qitim 3 bal atrofida yer tevrab turdi ekan. Bundaq bo'lishidagi sabab bo'lsa, Turkiya zimini Asiya ve Avrupa quruqligining yerasti qatlamining bir-biri bilan kesishgan nuqtasi bo'lib, Turkiya yerasti qatlami yiliga 2 sm g'arb taraf qarab davomli yo'tkiladi ekan. Shunga Turkiya Asiya quruqligining 50% dan ortiq ziminida ig'ir yer tevrash hodisi ko'rilib turdi ekan. Hamda Turkiyaning 50% dan ortiq zimini yer tevrash balog'iga joylashgan ekan. Türkiye Asiya ziminining yerasti qatlami yiliga 2 sm g'arbga qarab yo'tkalganligi uchun, ya'ni yerasti qatlami g'arbga qarab yo'tkalganligi uchun ig'ir yer tevrash hodisining kelib chiqishi mana shunday ekan. Yer tevrashning oldida qanday alomatlar yuz berdi deganda, amaliyotda bo'lsa insonlar agar sezgur bo'lsa, yer tevrashning oldida tuvandikidek alomat va signallar yuz berdi ekan. Yer ostidagi chashqonlar bo'lsa yuqori tarafga yoki sirt taraflarga yer ostidan sirtga qarab qechishga boshlaydi ekan. Quduqdagi suvlar normal holatidan o'zgarib yoki tuvallab ketish yoki o'rlab ketish yoki tutuq shaklga, liyib ketgan shaklga aylanib ketar ekan. Asallarlar bo'lsa ugusdan qechib chiqib ketib, odamlarga itildigan, odamlarni chaqiradigan holatga keldi ekan. Uchar qushlar bo'lsa havo bo'shlig'iga laylab chiqib olib toplashib sayrab turib oladi ekan. Shu rayondagi yer shari magnit qutbi qalay-maqallashib, kompasmi to'g'ri ishlamaydigan bo'lib qoldi ekan. Yuqorqi alomatlarni insonlar oldin bayqa olsa, bu yer tevrash ofatidan o'zini qutuldirib qolgani bo'ladi ekan.